Assalomu alaykum YouTube'dagi obunachilarimiz. Navbatdagi dastlabkamiz Andijonga tayyorlab edi. A032 modelimizni Andijonni buloq boshiga 2 kishilik bo'ladi. Katta motorlar bilan jihozlangan. 2 ta 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh bemalol sig'adi. Navbatdagi modelimiz Mercedes-Benz. 2 ta 2 yosh, 3 yosh bola sig'adi, 2 kishilik bo'ladi. Buni qora qizlardan bor, bemalol o'zimizga aloqa chiqarasizlar. Inshaalloh sizlarning ishingizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bu modelimiz ham qora qizil ranglardan bor. Keyin boshqa assortimentlarimiz ham bor. Xohlasa, mana 4 kishilik modelimizdan olib qo'yganmiz. Skuter motorli bo'ladi. Buni ko'proq parkdagilar o'lchadi. Pul ishlagani. Orqa motorlarga, amazatlarga bitta e'tibor berasizlar. Tormozlar ham 7 kishilik bo'ladi. 4 kishi bemalol sig'adi. 200 kilogacha yuk ko'taradi. Quvvatlari vash zo'r. Oldi amazatlar ham polni temir bilan jihozlangan. Balolar damlanadigan kamir pakrushkali bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xohlasa sizlarga ham arzon qilib chorliq beraman.